O'zbekistonda, xususan Toshkentda ijara bilan bog'liq bo'lgan muammolar haligacha demak dolzarbligini yo'qotmagan deb o'ylayman. Va ijaradan tashqari, ya'ni siz kimdan ijaraga olishingiz, kimga ijaraga berishingiz, o'rtadagi maklerlar va ularning narxlari, undan tashqari demak ayni bir shartnoma bilan tasdiqlanmaydigan ijaralar, undan tashqari narxlarning oshish ehtimoli va demak shartnoma orqali, ya'ni rasmiy va haqiqiy narxlarga asoslangan shartnoma orqali ijaraga olmaslik yoki bermaslik amaliyotlari oqibatida ijara beruvchining demak narxni oshirish imkoniyati va ijara oluvchining pulni o'z vaqtida yoki umuman bermaslik imkoniyati juda ham oshib ketadi. Endi ayni shu narsa demak Amerikada qanaqa nazoratga olinadi degan savolga mana shu xatdan javob olsak bo'ladi. Bu menga kelgan demak o'sha hozirgi turgan uyimni boshqaruvchi kompaniyadan kelgan. Bitta narsa, Amerikada juda kamdan kam holatda uyda haqiqiy egasi bilan to'g'ridan to'g'ri muloqotga kirishasiz. Bu uy egalari uchun ozgina risk bor deb tushuniladi va bosh og'riqsiz ular har ko'p holatlarda demak uyni boshqaruvchi kompaniyalarga berishadi va siz ko'p holatlarda o'shalar bilan oldi-berdi, hamma muammolaringizni ham o'shalarga aytasiz, pul to'lovlari ham o'shalar orqali bo'ladi. Endi bo'lsa, o'tgan yil ham, endi mana bu yil ham menga mana 20-yanvar kuni xat keldi. Email orqali ham va bunaqa xat ham keldi. Demak 20-yanvar kuni aytishyaptiki, martning boshidan boshlab sani demak oylik ijara to'loving oshadi. Va bu hammasi qonun asosida Kaliforniya shtati San Fransisko shahridagi demak ijara narxlarini nazoratga olish va stabillashtirish kengash tomonidan tasdiqlangan qonun va qarorlarga asoslangan holatda sani uying xuddi shu joyida joylashgan va bu uyni narxlari stabillashtirish nimalariga, optimallashtirish narxlarini nazorat qilish demak joyiga tushadi. Ya'ni o'sha joyda joylashgan. Shu hisobidan sani uying narxi 1.6% ga oshadi. Bizani shungacha haqqimiz bor. O'shani oshira olamiz degan holatda menga taxminan 2 oy oldin, 2,5 oy oldin xabarini beryapti. Agar bu narsa menga yoqmasa, men ularga 1 oy oldin bemalol notis berib, akalar menga yoqmayapti bu narsa, men chiqib ketmoqchiman, depozit berganman 1 oylik. $4,500, $5,000. Uni qaytarib berishadi. Men faqatgina uyni o'z holida topshirishim kerak bo'ladi xolos. Endi ayni shu narsa Toshkentda juda ham katta muammoligini bilamiz. O'shaning uchun ham buni tartibga solish kerak deb o'ylayman va bu asosan Toshkent hokimining o'zidan bo'ladi. Hech qanaqa yuqoridan buyruq kelish shart emas. Chunki bu yerda ham xuddi shunaqa hal qilinadi bunaqa muammolar.